sahifalar ochilsa, seni va meni holimiz qanday bo'ladi? Va vaqtiki osmon qo'porilsa, va vaqtiki jahannam qizdirilsa, va vaqtiki jannat yaqinlashtirilsa, har bir jon nima hozirlaganini biladir. Bas o'sha kunda ko'rikdan o'tasizlar, birorta narsangiz maxfiy qolmaydi. O'zidan boshqa iloh bo'lmagan Allohga qasamki, u kunda ko'zlar tilga kirishsa, biz haromga nazar solar edik deyishadi. O'zidan boshqa iloh bo'lmagan Allohga qasam, u kunda quloqlar tilga kirishsa, biz musiqalar va boshqa haromlarni eshitar edik deyishadi. O'zidan boshqa iloh bo'lmagan Allohga qasam, u kunda qo'llar tilga kirganda biz ribo olar edik va boshqa haromlarni ushlar edik deyishadi. O'zidan boshqa iloh bo'lmagan Allohga qasam, u kunda oyoqlar tilga kirganida biz haromga qarab yurar edik deyishadi. Bugungi kunda ularning og'zlariga muhr uramiz. Nima kasb qilganlarni bizga qo'llari so'zlari va oyoqlari guvohlik berur.